Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 22-mavzusi Jaloliddin Manguberdi Vatan qahramoni degan mavzu bilan tanishamiz. Xo'sh, ushbu mavzuda nima yoritilgan? Ushbu mavzuda Jaloliddin Manguberdi hayoti, uning davlat boshqaruvi, hayotda qanday inson bo'lganligi haqida, uning olib borgan urushlari haqida aynan qaysi manbalarda yoritilganligi bilan batafsil tanishamiz. Jaloliddin Manguberdi Anushteginlar sulolasi vakili bo'lgan. Ushbu sulola 1097-yildan 1231-yilgacha mavjud bo'lgan. Bundan tashqari ushbu davlatning eng so'nggi hukmdori Jaloliddin Manguberdi sanaladi. U 1220-yilda otasidan davlatni qabul qilib olgan va 1231-yilgacha ushbu davlatni idora qilgan. Xo'sh, ushbu shaxs haqida ma'lumotlarni qaysi manbalardan o'rganishimiz mumkin? Birinchi manba bu Jaloliddin Manguberdining shaxsiy kotibi, Kotib al-Insho, buyuk tarixchi Shihobiddin ibn Ahmad an-Nasafiy qalamiga mansub Sirat as-Sulton Jaloliddin Mingburni, ya'ni tarjimasi Sulton Jaloliddin Manguberdining tarjimai holi asaridan o'rganishimiz mumkin. Bu shaxs kim deyishingiz mumkin? Ushbu shaxs Nasafiy, ya'ni Niso viloyatidagi qal'alardan birining xo'jayini bo'lgan. U xizmat vazifasidan 1224-yil Iroqqa boradi va o'sha yerda Jaloliddin bilan tanishib, uning xizmatiga kiradi va 1231-yilgacha Jaloliddin vafotiga qadar u bilan birgalikda bo'ladi. Uning janglarda ishtirok qiladi, barcha voqea hodisalarga guvoh bo'ladi va Jaloliddin vafotidan so'ng taxminan oradan 10 yil o'tib 1241-yilda o'z asarini yozadi. Va ushbu shaxs yozgan asar haqiqatga juda ham yaqin sanaladi. Sabab ushbu shaxs Jaloliddin bilan birga bo'lgan va xolisona yozilgan asar sifatida ko'rishimiz mumkin. Sabab u hech qanday siyosiy bosimlar va boshqa jarayonda bo'lmagan. Sabab Jaloliddin vafotidan so'ng ushbu asarni yozgan. Hatto o'z asarida Jaloliddinni butun qiyofasini borligicha ta'riflab bergan. Misol uchun o'rta bo'yli ekanligi, turkiy qiyofalik, turkiyda gaplashishi, fors tilida ham ma'lum ma'lumotlarga ega bo'lgani haqida aytib o'tadi. Uning keltirgan ma'lumotlari bilan kitobni o'qish jarayonida ham yana bir bora tanishishingiz mumkin. Va e'tiborli jihati, u ham Jaloliddinni haqgo'yligini, adolatni ulug'lanishini alohida e'tirof etganligi tahsinga sazovor. Bundan tashqari Jaloliddin haqida Ibn al-Asrning Al-Komil fi tarix haqida mukammal kitob asarida ham yaqin va o'rta sharq mamlakatlarida islom tarqalishidan toki 1231-yilgacha bo'lgan davr voqealarini yoritilganda aynan Jaloliddin Manguberdi haqida ham alohida sezilarli, qimmatli ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Bundan tashqari tarixi jahonkushoy, Jahon fotihi tarix asarida ham bu asar buyuk tarixchi, davlat arbobi Alovuddin Atomalik Juvayniy qalamiga mansub asarda ham alohida e'tirof etiladi. Bundan tashqari Mirxodning Ravzat Ussafo, Mirzo Ulug'bekning Tarixi Arba Ulus asarlarida ham Jaloliddin Manguberdi, uning hayoti, davlat boshqaruvi haqida ham batafsil ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu turkiy manbalardan tashqari Jaloliddin tarixi haqida Xitoy, Mo'g'ul, Arman tillaridagi manbalarda ham juda ko'plab ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Mashhur shoir va adib Maqsud Shayxzoda 1944-yilda Jaloliddin Manguberdi tarixiy dramasini yozgan. Bu ham aynan Sobiq ittifoq davrida ham Jaloliddin obrazi urushda qatnashayotgan jangchilar uchun buyuk obraz bo'lib xizmat qilganini ko'rishimiz mumkin. Jaloliddin Manguberdi mustaqillikdan so'ng uning tarixi, nomi abadiylashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston hukumatı 98-yildagi o'z qarori bilan 99-yilda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800-yilligini nishonlash to'g'risida farmon berdi. 2000-yil 30-avgustda esa Jaloliddin Manguberdi ordeni ta'sis etildi. Va mustaqil O'zbekistonimizda Jaloliddin Manguberdining 800 yubileyi nishonlandi. Ushbu shaxsga Urganch shahrida haykal o'rnatildi. 2000-yilda Jaloliddin Manguberdi ordeni ta'sis etildi va ushbu shaxsning nomi abadiyatlikka yana bir bora muhrlab qo'yildi. 22-mavzu haqida qisqacha fikrlanishlardan iborat. Har qanday mavzu bo'yicha, kitob bo'yicha va aynan majburiy fanlarga oliy o'qishga tayyorlanishda har qanday savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Biz bularga birma-bir savollaringizga javob beramiz.
Butun maqsadimiz oliy o'quv yurtiga 2026-yilda oliy o'quv yurtiga kirishni niyat qilgan har bir talaba 10 tadan 10 ta yetishni niyat qilib ushbu dasturni boshlaganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda barchangizni kutib qolamiz.